Mana o'sha bo'lib sotiladigan uchastkaga keladigan mana yo'l. Shag'al yo'l ekan. Endi sekin nima qilyapman deydi. Mana gaz turbalarini ham ko'rsatib qo'yay mana. Gaz bor. Wi-Fi bor. Mana. Uchastkaga keladigan mana yo'lning nimasi. Ko'rinib turibdi. Chiroyli joylar. Glavniy shaharga yaqin. Glavniy shaharga yaqin. Katta yo'lga ham yaqin. Shunga qiziqqanlar bo'lsa, kelib o'zlari ko'rib, nima qilishi mumkin endi. Mana sotiladigan uchastkani ko'rsatamiz. O'shanga yo'lini, ko'chasini bir ko'rsatib qo'yay deb nima qiluvdim mana. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanining Pravda, hozir haqiqat mufiyining oldin endi Pravda deb aytilgan, hozir haqiqat mufiyining Oltinobod ko'chasi. Nechinchi uyda aka? 22-uy. Mana uchastka sotilar ekan, uchastka bo'linib sotilar ekan. Bu yoqqa mana uy qurilgan. Mana o'z uy qurgan. Endi buni uchastkasini bo'lib 7 sotik joyini alohida bo'lib sotib dokument qilib beraman, deyapti. Hozir men yo'lini ko'rsatishim kerak. Birinchi o'chirda suv, ichimlik suvi, vodoprovod. Hozir men ko'rsatib qo'yishim kerak uni ham. O'z ko'zi bilan ko'rsin. Mana vodoprovod bor. Wi-Fi ham bor bu yerda, gaz turba ham bor mana. Ko'rinib turibdi mana. Gaz, svet, Wi-Fi hamma nimasi bor. Hech qanaqa haligisi yo'q. Kamchilik faqat shu stroyka bo'lmagan bu yerda. Stroyka endi mana uyning nimasini alohida 7 sotigini bo'lib sotyapti ekan. Hozir endi chiqib ketadigan yo'lini ko'rsatishim kerak. Chunki bu endi o'zining uyidan bo'lib sotayotgan keyin yo'l bo'lish kerak. Bu yoqdan ochib beraman deyapti. Ko'rib olinglar yaxshilab. Bu yoqdan ochib beraman yo'lda deydi. Mana katta ko'chaga chiqadigan nimasi yo'l ekan. Mana bu yerda mana o'zim yo'l qilib ochib beraman deyapti egasi. Hozir endi o'sha uchastkani bo'lib sotiladigan haligisini ko'rsataman chegarasini. Mana qo'shnining shlaka blok. U alohida endi qo'shnisiga qarashli. Bu fundament mana. Chegara. Endi bu yerda Toshkent shahriga ipodromgacha 20 kilometr ekan. Mana katta trassagacha 1 kilometr, mol bozorigacha 500 metr, Yangiyo'ldagi bozorgacha 5 kilometr ekan. Men hozir bu yoqda ko'rsataman. Bu yerdan yo'l ochib bergan bo'lsa, mana bu yoq bu tarafdan ham mana yo'l, hali lekin yo'li tekislamagan. Bu yoqdan kirib chiqishga yo'l tashalgan ekan oldin. Endi dehqonchilik qilaman degan odamga mana bu yoqda endi bug'doy ekyapti, beday ekyapti. Mana ko'karib turgan makkayi. Bug'doy tagi ekilgan bilmadim, lekin значит suv bo'lganligi uchun mana ko'karib turibdi. Ko'm-ko'k bo'lib. Kechki ekin ekan. Kechki ekin eksa ham bo'lar ekan. Mol bozoriga 500 metr bo'lgandan keyin bemalol chorvachilik bilan shug'ullansa, olib sotarlik bilanmi, ishqil mol bozordan tirikchilik qilaman degan odamga ham yaxshi ekan. Mana izbiroz. Bemalol molga boqib qilsa bo'ladi. Endi mana bu yerda teraklar bor ekan. Mavoda uchastka sotiladigan bo'lsa, bu teraklar ham o'sha egasiga kirib ketadi, endi sotib olgan odamga qarashli bo'lib qoladi. Endi bu tarafdan ko'rinish mana. Mana bu yoq haligisi chegara. Mana fundament chegara. Endi ana uyi o'zining o'sha uyda mana 7 sotigini alohida bo'lib sotmoqchi ekan. Endi agar nima qilsa, qiziqqanlar bo'lsa, telefon nomerini pastda qoldiraman. Hamma aytdim, gaz,
tok, suv, hamma narsa bor bu yerda. Katta trassagacha ham aytdim. 1 kilometr. İpodromgacha 20 kilometr. Yangiyo'lli bozorgacha 5 kilometr. Lekin eng yaxshi mol bozor 500 metr ekan. Tirchilik qilganga bo'ladigan joy. Tak 7 sotik bo'lsa, har bir sotiga 2700 dan so'rayapti. 2700 dan so'rayapti. Endi kami bor, kelsa bo'ladi deydi. Oldinlari endi qulpnay ekib yurgan ekan. Qulpnay ekib haligi qilib yurgan yerdan hozir endi boshqa ishlar bilan bo'lib, огород qilolmay qoldim dedi. Xudo xolsa kimdir kelsa, stroyka qilib o'zlari endi daladan eksa ham bo'ladi. Endi 7 sotiga endi огородga kichkinalik qiladi. Uy qurasan, boshqa qilasan, tor bo'lib qolishi mumkin. Огород mana ko'rsataman, dala ana. Значит, mana ekyapti, hozir beda ekyapti ekan, suv qo'yadi. Значит, suv bor. Ana ko'rinib turibdi mana. Shu, kimga kerak bo'lsa, qiziqqanlar bo'lsa, mana Yangiyo'l tumanida kelib yashayman degan odamlar bo'lsa, mol bozor bilan shug'ullanaman degan odam bo'lsa, kelib bemalol egasi bilan gaplashib, savdolashib olsa bo'ladi. Savdani kami bor lekin aytgan narxdan. Mana past tomondan kirib boradigan yo'l ekan. Endi yo'li hali remont talab bunaqasiga. Mana katta yo'l, mana asfalt. Mana mahallaning bosh tomoni. Mana bozoriga kelyapmiz. Mana Yangiyo'lda bozori. Bayaq aytib o'tgan 5 kilometr dedim. O'sha mana bozori. Yangiyo'lning bozori. Kelib shu yerda tirikchilik qilsa ham bo'ladi. Bemalol mana. Mana bozor, Yangiyo'lning bozori mana.